Jamshid aka, Qo'qon shahrimizda Domstroy showroomdagi mana shunaqa atmosfera qilib qo'yilgan, ya'ni kichkina xona qilib. Bugun mana shuni obzor qilib bera olasizmi? Albatta, bu xonamizni remont qilib qo'yishimizdan maqsad minimalizm yoki high-tech remontda qanaqa bo'ladi degan savolga javob bo'lishi uchun tayyor klientlarning o'zlari kelib, shu joyni ko'rishlari uchun remont qilib qo'yib qo'yilgan. Bu asosan e'tibor bergan bo'lsangiz, devorda ikkiga bo'lganmiz. Monoxrom ranglarda bosiq, odamni tinchlantiruvchi ranglar bo'ladi bular. Ofis yokida katta korxonalar va yokida yotoqxonalarga juda ham mos tushadi, sababi tinchlantiruvchi ranglardan bo'ladi. Ranglar kombinatsiyasi ham o'ta to'qroq va ochiqroq ranglar tanlangan va devorlarda ortiqcha sangalar yo'q, shunchaki dekorlar bilan bezatib va xonaga abstrakt rasm qo'yilgan. Bu o'ziga xos muhitni yaratadi. Mana shu rasm bilan mana shu suviner ham qiziq ko'rindi. Bu ham demak bu xonaga parlab qilingan, chiroyli ko'rinishi uchun. Albatta, har bitta narsani o'zini bitta vazifasi bor. Shu umumiy muhitni yaratish uchun har bitta detal muhim. Jamshid aka, shunda qo'qonlik hamyurtlarimiz bekki emulsiya, attachment olishmasa ham shunchaki kelib, ko'rib yoki fotosessiya qilib ketsa ham bo'ladimi? Ko'pchilikni qiziqtirgan savolni so'radingiz. Albatta, bizning eshiklarimiz doimo ochiq. Shunchaki emulsiya olgani kelishadimi yoki bu joyda rasmga tushishadimi yoki o'zlari uchun qanaqadir kontent olishadimi? Bizning eshiklarimiz doim ochiq. Bemalol kelib, rasm, videolar olib ketishingiz mumkin. Shunchaki bizni belgilab qo'ysangiz, biz xursand bo'lamiz.